o'zini super tezlikdagi rivoj yo'lini tanlagan, zamonaviy bilimlarga, zamonaviy kasblarga, psixologiyaga, shaxsiy rivojlanishga qiziqadigan aziz va qadrli obunachilarim, hammangizga xayrli kun tilayman va bugungi video sizning hayotingiz uchun eng muhim videolardan biri bo'ladi. Sababi men sizga bugungi kundagi eng zamonaviy kasblarda qanday qilib ishingizni boshlab, xoh u viloyatdagi chekka qishloqdan bo'lib onlayn ishlashni xohlang, xoh qanaqadir katta tadbirkorlar bilan yoki kompaniyalar bilan ishlashni xohlang, xoh masofadan turib o'z xizmatlaringizni chet elga sotishni xohlang, umuman istalgan sohada zo'r natijaga erishishingiz uchun qanday qilib qadamlarni bosib o'tishingiz mumkin, qanday qilib nimalar qilishingiz kerak, shular haqida to'liq instruksiya beraman va shuningdek o'zingizni shunga programmalashtiringki va men sizga bugun o'zimizning yo'lga qo'yilgan App Online University, ya'ni zamonaviy kasblar universiteti platformasi haqida ham to'liq ma'lumotlarni beraman va bularning hammasi juda ham bir interaktiv, zo'r formatda bo'ladi. Qani ketdik. Xo'p, birinchi navbatda men sizga bitta super yangilikni aytishdan juda ham xursandman. Bugungi kunda eng masshtabniy, men o'zim xohlayotgan zo'r zapuskarimdan biri bu App Online University, ya'ni onlayn kasblar, internet kasblar platformasini zapuski. Men bu shkolani yo'lga qo'yish uchun, bu maktabni yo'lga qo'yish uchun 10 yil tayyorlandim. Loyihalar qildim, praktikalar qildim, har xil tadbirkorlar bilan ishladim, blogerlar bilan zapusklar qildim. O'zbekistonda birinchi bo'lib bloger millionniklar bilan zapusklar qilganman. Tadbirkorlar bilan sotuv, marketing, biznesni sistemalashtirish sohalarida ishladim va bitta narsani bildimki, bozorimizda bitta og'riq bor. Yoshlar uchun Instagramning kurslar ko'p, lekin aynan kasb beradigan, professional praktika beradigan, instrument beradigan va kursni bitirganingizdan so'ng qaysidir tadbirkorlar bilan sizni birlashtirib, o'sha kasb ishli bo'lib dalcha o'zingiz olib ketishingizga yordam beradigan kurslarni, professional aynan kurslarning soni o'zbek tilida juda ham kam, rus tilida juda ham ko'p. Даже O'zbekistonda ham rus tilida kurslar ko'p. Lekin imенно o'zbek tilida juda ham kam va ana shu og'riqni inobatga olgan holda men aynan shunaqa shkola, shunaqa maktab yaratishga qaror qildim va bu maktabni hozircha shunaqa qildimki, imенно sotuvlar menejeri fakulteti bu ko'proq qizlar uchun, boshqa fakultetlar, boshqa yo'nalishlar, boshqa maktablarimizda bemalol o'g'il bolalar ham o'qisa bo'ladi. Demak, men sizga maktabimiz haqida hozir eng o'sha asosiy yo'nalishlari, uni ichiga nimalar kiradi, to'liq hozir ma'lumot berib o'taman va qanday qilib umuman bu kasblarda siz daromadga chiqishingiz mumkin, birinchi oyning o'zidan ilk daromadlaringizni qanaqa topishingiz mumkin, shular haqida to'liq ma'lumotlarni berib o'taman. Demak, o'rtoqlar, birinchisi hozir bir daqiqa. Juda men sizga bitta narsa aytaman, har kuni pachkalab tadbirkorlar so'raydi. Sotuvchi qizlaringiz bormi deb. Sotuvchi qizlaringiz bormi deydi. Sizda o'qigan zo'r qizlarni tavsiya qila olasizmi deydi va bitta narsani bildimki, men boshqa shkolalarda o'qigan, boshqa maktablarda o'qigan zo'r bitiruvchi qizlarni ham olib ko'rdim. Shu sohada yillab ishlagan qizlarni ham olib ko'rdim. No, bitta narsaki, qaranglar, sotuvchilik sohasi ham 3 turga bo'linadi. Bu bozorda yoki produkt sotadigan, kiyim sotadigan sotuvchilar borda, call centerlarda ishlaydigan, telefon orqali sotadigan sotuvchilar bor. Bu 4 xil ekan. Переписка, yozishmalarda zo'r sotadigan sotuvchilar bor va переговор, aynan uchrashuvlarda to'g'ri sotadigan, uchrashuvlarda insonlarni psixologik his qilib, o'sha suhbatdoshingizni og'rig'i nima, uni muammosi nima, lish bi nimadir tiqishtirish emas, uni muammosiga o'zi yechim bo'lamanmi degan savolni o'ziga berib, o'sha yechimni taklif qiladigan sotuvchilar juda ham kam va ko'p tadbirkorlar mana shu 4 tasi birda qizlarni xohlashadi jamoasida bo'lishni. Chunki to'g'ri, ba'zilar zo'r gaplashganda zo'r sotadi, ba'zilar uchrashganda zo'r sotadi, ba'zilar yozishmada zo'r sotadi. Lekin hozir zamon shunaqa tezlashib ketyaptiki, biz mijozga nima deydi, moslashishimiz kerak-da. Va shunaqa narsa bor, tipo telefoningizni bering, qachon telefon qilish udobni. Lekin tadbirkorlar ayniqsa вообще telefonda уже gaplashmayapti. Не только nafaqat tadbirkorlar, insonlar ham
B2C segment ham gaplashmayapti уже. Yozishmada sotish kerak. Uchrashuvga kelganda 10 ta uchrashuv qilmasdan bittada sotish kerak. Bu переговор degan. Endi qaranglar. Qanaqa qilsa mana shu qobiliyatlarni rivojlantirsa bo'ladi. Qanaqa qilsa insonlar ana shu darajaga yuqori darajadagi sotuvchiga aylanadi. O'zi sotuv qaranglar. O'zi sotuv pulga olib boradigan eng nima deydi? Qisqa, eng tez va eng zo'r yo'lda siz sotuvchilikni o'rganganingizdan keyin bu hayot tarzingizga aylanadi. Siz даже munosabatlarda buni qo'llashni boshlaysiz. Даже insonlarning og'rig'ini his qilishni, ko'proq ularni eshitishni, ko'proq ularga yechimlar berishni-da от души xohlab boraverasiz. Bu chunki nima deydi? O'tirib qoladi. Bu как odat, как suv ichasiz, ovqat yeysiz, как zalga chiqasiz, shunaqa odat bo'lib qoladi. Endi qaranglar o'rtoqlar, zo'r sotuvchi qanaqa sotuvchi? Zo'r sotuvchi bu o'zining mahsulotiga milliard foiz ishonib, o'sha mahsulotni qanchalik mijozga to'g'ri kelish yoki to'g'ri kelmasligini bilib, chin dildan tavsiya etib, o'sha mahsulot agar siz to'g'ri kelishini bilsangiz, o'sha odamga siz mahsulotingiz prям zararligini bilsangiz, siz qanaqa bo'lsa ham o'sha narsani sotishingiz kerak. Tushunarli-a? Вот. Bu juda ham muhim. Sotuvchilar bilib olinglar. Вот. Yana bitta narsa, ko'pchilik ruskoязычный sotuvchilarni xohlaydi. Nima uchun? Chunki ruskoязычный qizlar более erkin bo'ladi, более bezbet desa ham bo'ladi-da. O'sha sotuvchilikka bezbet qizlar kirish kerak. Va to'g'risi, agar siz birinchi telefon qilishga uyalsangiz, birinchi hol ahvol so'rashga va qanaqa nima bo'ldi javob olib 5 martalab kerak bo'lsa taklif qilishga uyalsangiz, to'g'ri. Bu yerda marketolog, hozir u haqida alohida tushuntiraman, zo'r qizdirib olib kelib berish kerak. Lekin ba'zan shunaqa bo'ladi, mijozlar solishtiradi, narxlarni solishtiradi. Ha, yo'q, oyligi tushmagan bo'ladi. Har xil vaziyatlar bo'ladi. Va shunaqa vaziyatlarni siz oldindan his qilib ko'rib, korxonangizda ishlayotgan korxonangizni yoki o'zingizni daromadingizni oshirmoqchimisiz, siz mijozlarga moslanishingiz kerak va ularga mos, ularga udobni, ularga qulay, ularga komfortli takliflarni berishingiz kerak. Bu nima degani? Siz insonlarni sotuv etaplaridan olib chiqishingiz kerak. Endi qarang, hozir men sizga qisqacha aytib o'taman bizning sotuv menejerlar maktabimiz haqida. Endi qaranglar, mendan hamma tadbirkorlar sotuvchi bormi deb so'raydi. Masalan, agar bugun bozorda, вот прям hozir men bu yerga shunday skrin qo'yaman. Bozorda agar mana tasavvur qiling, 400 mingta tadbirkor borda, ularni hammasiga sotuvchi kerak. Po faktu hech qachon mana bitta korxonada bitta yurist, bitta buxgalter, bitta masalan marketolog bo'lishi mumkin-da, lekin hech qachon bitta sotuvchi bo'lmaydi. Sotuvchi chunki qancha ko'p sotuvchi bo'lsa, shuncha ko'p pul degani, shuncha ko'p оборот degani, shuncha. Men shunaqa tadbirkorlarni bilaman, Gavhar 100 ta sotuvchi topib bering, 100 talasini ham ishga olamiz deydi. Shunaqa katta korxonalar bor. Tadbirkorlar mana bunaqa. O'sha bir marta menda ham shu narsa bor. Men o'zi bu shkolani, bu maktabni o'zim uchun kadrlarni yetishtirish uchun ochganman. Bu maktabdan tushgan pul meni mehnatlarimni oqlamaydi. Men buni mana jamoaga tikkan, syomkaga, boshqaga tikkan, marketingga tikkan pulimni. Lekin tangani ikkinchi tarafi, men o'zim o'qitgan qizlarni bilaman, qanaqa o'qitishimni bilaman va men zo'r qizlarni o'zimni kompaniyalarimda, keyinchalik o'zimni bizneslarimni rivojlantirish uchun tekinga shunaqa vaziyatlar ham bo'ldi. Ochig'ini aytaman, va qizlarga berasiz, o'qitasiz tekinga, lekin natija nol. Chunki ular tekinga kelyapti, tekinga olyapti, qadri yo'q. Asli o'zingizlarni biliminglar uchun investitsiya qilsanglar, siz o'sha pulni chiqarib olish uchun ham mana tadbirkorlar qanaqa bo'ladi? 1000 so'm sarflagan joydan 10 ming chiqarib olish xohlaydi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa siz sarflagan joyingizdan chiqarib olishim kerak degan ilinjda ham zo'r o'qiysizda, zo'r natijaga qilasiz. Marketing va agentligimiz bor, boshqa yo'nalishlarimiz bor-da. Men o'zimga sotuvchi kerak. Ikkinchi tomoni bor tangan. Siz majbur emassiz men bilan ishlashga. O'zingizni qanaqadir ishingiz bo'lishi mumkin. O'zingizni qanaqadir proyektlaringiz bo'lishi mumkin. Siz o'sha siz o'sha yo'nalishlarda masalan Gavhar, men bu segmentdagi tadbirkorlar, men psixolog bilan ishlashni xohlayman. Men masalan qurilish sohasida ishlash, bu tanlaysizlar. Men sizlarni o'zingizlarning sohalarga qarab yo'naltirib ishga joylashishingizga yordam beraman. Praktika bo'ladi. Birinchi o'qishga kelgan kuningizdan praktika bo'ladi. 1 2 3 Всё. Men buni qilasam, chotko. Men juda ham instrumentalniy odamman. Men praktikman. Hamma narsani qilib bo'lganingizdan keyin
bir oy ichida, bir oy, 1,5 oy ichida sizlar ancha pishasizlar. Balkim 2-haftada o'sha pul topishni boshlaysizlar. Balkim 3-haftada. Men ishonch bilan ayta olaman, agar men hamma vazifalarimni qilsanglar, meni qattiq qo'lligimga chidab bersanglar, meni hamma aytganlarim vaqt-vaqtida qilsanglar, sizlar kursni bitirgancha kursga sarflagan pulinglarni 10 barobarini bemalol chiqarib olasizlar. Chunki men sizlarga oldi qochdi gaplarni, affirmatsiya ayting, men sota olaman, yo'q. To'g'ri, miya bilan ishlash blokimiz bor, chunki miya bilan ishlamasak biz zo'r natija qila olmaymiz. Lekin men sizlarga aniq instrument beraman. Sotuv skripti, sotuvchi qo'ng'iroqlar, sotuvchi uchrashuvlar, klientni birinchi taklifda sevdirish, uni ko'ngliga yo'l topish, qanaqa qilib ko'cha tilida aytganda o'rashda, to есть mijozlarni o'rash deymiz. Aslida siz o'rashingiz kerak emas. Siz insonlarga shunaqa zo'r taklif bersiz, ularni o'zi sizni qo'yib yuborgisi kelmaydi. O'zi sizdan sotib olgisi keladi. Qayta-qayta so'rab kelyapsiz, sotib oladi. Qanaqa qilib stressni yengish, qanaqa qilib qayta-qayta aloqaga chiqish, hammasini qilamiz. Mana shu kursda menga 100 ta qirolicha, 100 ta tigritsa, 100 ta akula kerak. Что men sizlarni shunda даже hozir mushukcha bo'lgan taqdiringlarda ham, shunda mushukchadan shervachchani men bemalol yasay olaman. Sher qizlarni. Вот pulni yaxshi ko'rishinglar kerak, sevishinglar kerak. Chunki sotuv bu eng ko'p pulli soha. Prodyuserlikda, marketingda agar sotuvni tushunmasangiz, sotuvchi modellarni bilmasangiz, mijozlarni sotib olish triggerlarini bilmasangiz, harakatlaringiz nolga tengsiz. Birinchi o'rinda hamma narsa tadbirkorlar xohlaydi, daromadga borib taqaladi. Pulini ko'payishini xohlaydi. Hamma qilayotgan harakatlaringiz imенно pulga olib kelish kerak. Bu narsani faqat sotuvchilik kursimizdan o'qib o'rganasizlar. Endi ketdik. Qanaqa modullar bo'ladi, nimalar bo'ladi, o'z nimalarni o'rganasizlar. Hozir hammasi haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Demak, onlayn sotuvchi menejerlar maktabimiz har bir kompaniyaga kerakli daromadi yuqori kasbni o'rganish. Qaranglar, nimalarni o'rganasizlar. Sotuv menejerlari maktabi bu birinchi o'rinda savdo-sotiq ko'nikmalari. Qaranglar qizlar, biz bilib olishimiz kerak. Biz bozordagi sotuvchi bo'lmoqchimizmi, Nestledagi sotuvchi bo'lmoqchimizmi yoki tam korzinkadagi diler emas, yurib sotadi-yu, esimdan chiqib qoldi. Yoki qimmat sotuvchi kompaniyalarni prям ba'zan menga shunaqa tadbirkorlar bor, Gavhar 50% berib ishlashga tayyormas bilan davay deydi. Men tani proyektinglarni qilganlar kelsa, qaysidir tadbirkor bilan ishlab 50 mayli ishlashingiz mumkin. Teng partnyor shunaqa darajaga endi men yillar davomida kelganman, sizlar ham yillar davomida kelasizlar yoki shustri bo'lsanglar balkim 3 oyda o'zi kelasizlar. Yoki masalan o'zingizlar xuddi o'shanaqa xizmatni o'ylab topib, 2-3 ta sotuvchi o'zingizlar qo'yib-da, shunaqa komanda yaratsanglar bo'ladi, что 2-3 ta sotuvchi olasizlar-da, o'sha IT bo'ladimi, dizayn bo'ladimi, istalgan sohadagi kadrlarni olasizlar-da, sizlar sotasizlar. Nima farqi bor sizlarga? Sotuvchi qobiliyatinglar bo'lsa, bu tug'mamish. Tug'mamas. Kstati, mana shu sotuvchilik tug'matsa kimdir tosh inter deydi. Chunki sotuvchilik orttirilgan qobiliyat, nutq orttiriladi. 99% qobiliyat talantni orttirsa bo'ladi. Demoqchiman, sotuvchilik singib qonga singadi. Mana o'sha yurgan yo'linglarda prosta odam bilan gaplashmay sotib qo'yasizlar. Понимаете? U narsa juda ham osonlashib ketadi. Sizlarga osonroq bo'ladi. Borib kimgadir ishlagandan ko'ra o'zingizlar nimadir ochib, o'sha narsani sotish. Xo'p, ketdik, davom etamiz. Bu birinchi o'rinda savdo-sotiq va переговор ko'nikmalari. Переговорga nima kiradi? Deylik, siz uchrashuvga keldingiz. Siz bidir gapirishingiz emas, siz birinchi mijozni eshitishingiz kerak. Tak, хорошо. Mana siz gapirayotgan gaplaringiz masalan 100 ta gap yoki 50 ta gap bo'lsa, uni masalan 3 tasi mijozingizga kerak bo'lishi mumkin-da. Masalan, marketing degan bo'lsa, marketing qanaqa katta narsa. Men ko'pincha o'zim qanaqa qilaman переговорlarda, lekin marketingni hammasi kerak emas o'sha mijozga. Masalan, faqat SMM joyi kerak bo'lishi mumkin, yoki sotuvchi sayt joyi yoki strategiya joyi yoki voronka joyi yoki sotuv bo'limi, masalan, yoki onlayn sotuv bo'limi bo'lishi mumkin. O'sha joyini topib qurib berish uchun ham siz eshitishingiz kerak. Men sizlarga qanaqa to'g'ri переговор olib borishni, eshitayotganda o'sha psixologически qanaqa savollarni to'g'ri berishni, shularni o'rgataman. Keyinchalik, keyingi etap telefon va yozishmalar orqali muloqot qilish. Qizlar,
telefon raqamingizni bering, telefon qilaman degan narsa u o'tgan asrda qolib ketdi. Siz mijozga moslanasiz. Masalan, u aytibdi, menga noqulay telefon. Masalan, biznesmenlar вообще eng zo'r auditoriya bu, qaranglar. Agar katta zapus qilsanglar, psixologlar bilan $100 dan optim sotsanglar bo'ladi, lekin qimmat narsa sotmoqchi bo'lsanglar, tadbirkorlar bilan ishlashingiz kerak. Lekin zo'r qimmat sotuvchi bo'lmoqchi bo'lsanglar, ham telefon, ham yozishmada to'g'ri sotishni o'rganishingiz kerak. Tushundinglar, ha? Yozishmalar orqali u xohlagan payt o'qiydi, o'ylab ko'radi, reaksiya bildiradi, siz uni bemalol his qilsangiz bo'ladi. Telefonda sotish degan narsa уже o'tib ketdi. Men sizlarga imенно yozishmada ham sotishni o'rgataman. Birinchi sotuvchi postlarni, sotuvchi SMS-larni qanaqa yozishni o'rgataman. Masalan, assalomu alaykum, yaxshimisiz deyish kerak emas o'rtoqlar. Band odamlarga assalomu alaykum, yaxshimisiz deb srazu takliflarni yozishingiz kerak. Bu Amerikada ham muvaffaqiyatli insonlar shu anaqani qo'llaydi. Birinchi SMS-ni o'zidan qanaqa qilib zatsepit qilish mumkin e'tiborni. Mana Murod Nazarov hammanglar taniysizlar. Birinchi hech kim bo'lmaganman. Intervyu olmoqchi bo'lganimda Facebookdan shunaqa chiroyli xat yozganman, что srazu rozi bo'lganlar intervyu berishga. Shunaqa SMS-larni qanaqa yozish mumkin? Qanaqa katta urovendagi, katta darajadagi tadbirkorlarga yozish. Assalomu alaykum, mana professional yondashishni o'rgataman qizlar. Chiroyli bo'lish, женственный bo'lish yaxshi, lekin серьезный insonlar bilan ishlaganda sizlar женственностьdan emas, professionalizmdan foydalanishingiz kerak. Ularga sizni chiroyingiz, ayollik energiyangiz muhim emas. Ularga sizni qanaqa natija qilib berishingiz muhim. Aynan shu narsani, qanaqa ular bilan gaplash texnologiyalarini o'rgataman. Keyin savdoni oshirish uchun servislar va analitikalar, AMO CRM bor, Bittrex bor. Umuman anketalar bor har xil, dajimlar bor, avto qo'ng'iroqlar bor, avtovoronkaga ulanib ketadi. No, mana shu servislarni to'g'ri ishlatsanglar, masalan 100% dan o'zi 5% konversiya qilinadi. Odatda katta bizneslarda siz 10, 20, 30 ga chiqarishingiz mumkin, lekin u servislardan to'g'ri foydalanish kerak. Xo'p, qanaqa foydalanish mumkin? Qanaqa texnologiyalar bor? Shularning hammasi o'rgatiladi kursda. Sotuvlar bu har qanaqa biznesning asosiy maqsadi. To'g'risi, mana istalgan tadbirkordan so'rang, u sayt qiladimi, boshqa qiladimi, marketing qiladimi, oxiri xohlaydi pul bo'lishini kassada. Demak, biz uchun marketologdan ham ko'ra birinchi o'rinda sotuv bo'limi tayyorlanishi kerak, keyin marketing bo'limi ishga tushishi kerak. Ya'ni sotuvchilarning roli shunchalik kuchli. Tushunyapsizlar? Siz nima qilishingiz kerak? Siz sotuvni zo'r o'rgansangiz, va prям istalgan kasbda bu prям hech qachon nonsiz qolmaysizlar. Insonni eng charchamaydigan tana a'zosi bu til ekanda. Siz prosta yer chopmaysiz, kiriyolmaysiz, burqa qilmaysiz, gapirib pul topasiz. Bu mazza-ku. Ovoz ustida ishlashni o'rgataman. Insonlarni telefonda ham ishontirishni, ishonchli gapirishni, uchrashuvda o'zingizni ishonchli tutishni, yiziq teli deyiladi, tana tili, qo'lingizni mana qilmaslik, erkin bo'lish, qanaqa tutish, qanaqa kiyinish, hammasini men o'rgataman sizlarga imенно sotuv kursida. Sotuvlar har doim aktual. O'rtoqlar, qaranglar. O'tgan asrda ham savdogarlar bo'lgan, hozir ham sotuvchi qizlar bor. Keyingi asrda ham sotuvchilar kerak bo'ladi. Baribir varonka boshqalar deymiz, lekin oxirgi mana katta bizneslarda baribir uchrashuv, переговор boshqa sotuvchiga kelib taqaladi va сделкani imенно shartnomani yopish joyida baribir sotuvchi bo'lish kerak. Shuning uchun mijoz bilan gaplashish, to'g'ri muloqot qilish, to'g'ri algoritmlardan foydalanish, to'g'ri skriptlarni qilish bu sotuvchining bilishi must have bo'lgan, prям asosi, sotuvchilar bilish kerak bo'lgan bilimlar. Demak, nimalarni o'rganamiz? Men hozir modullar haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Birinchisi, sotuv menejeri ishini boshlash. Xo'p, onlayn sotuv menejeri kasbi. Mutaxassis nimalarni bilishi va o'rganishi kerak. Keyingisi, mahsulotni ishonch bilan sotish uchun u haqida nimalarni bilish kerak. Keyingisi, sotuvlarga tayyorlanish uchun mijozni tahlil qilish usullari, internetda savdolar qanday tuzilgan, mijozlar bilan ishlash bosqichlari, shuningdek mijoz bilan birinchi suhbat ssenariysi. Buni hammasi birinchi modulga kiradi. Endi tushuntirib o'taman. Va bu modulning natijasida siz internetda sotuvlar qanday tuzilganini bilib olasiz va birinchi suhbat va munosabatni to'g'ri yaratishni o'rganasiz. Qaranglar, birinchi впечатленияni ikkinchi marta qoldirib, birinchi taassurotni ikkinchi marta qoldirib bo'lmaydi degandagi, mijozga birinchi telefon qildingizmi, xato qilishga, to'g'ri endi hozir qo'rqitib qo'ymaysizlarmi, xato qilishga haqqinglar yo'q deb. Желательно xato qilmasligingiz kerak.
odamni vaqti juda ham qisqa bo'lib ketdi-da hozirgi zamonda. Siz bittada e'tiborga qoladigan qanaqadir gap aytishingiz kerak. Bittada qanaqadir zo'r taklif berishingiz kerak. Bittada insonlarni kompot qila olishingiz kerak. O'zingizni kuchli taklifingiz bilan u deyish kerak. Har kuni minglab qo'ng'iroqlar, shovqin va перепискаlar bor zamonda kimnidir e'tiboriga tushib, uni oxirigacha olib borish natijaga bu hammaga emas. Buning uchun farosat kerak. Kстати, sotuvchilarga eng kerakli xususiyat bu farosat. Insonni his qilish kerak, mijozingizni his qilishingiz kerak. Bular hammasi prям birinchi suhbat. Birinchi suhbatda o'z mahsulotingiz unga qiziqmi, yo'qmi? Yoki masalan, marketing emas, balkim uni hozir sotuvda muammosi bordir. Balkim вообще uni marketingga kerak emasdir, unga sotuv xizmati kerakdir. Endi men o'zim nuqtai nazarimdan olib gapiryapman, o'zimni kompaniyamning yo'nalishidan. Shunaqa qilib mahsulotlaringizni yaxshi bilishingiz kerakda, qaysi mahsulot o'zi unga xos kerak, qaysi xizmatingizga ehtiyoji ko'p-da. Xuddi shunaqa narsalarni prям bilishingiz kerak. Ishonch bilan sotish uchun birinchi mahsulotingizni o'rganishingiz kerak. Bularni hammasini sizlarga o'rgataman. Keyingisi sotuv psixologiyasi. Birinchi modulda nimalarni olasizlar? Mijoz bilan birinchi suhbat, birinchi aloqani o'rnatish, xaridorning ehtiyojlarini aniqlash va shakllantirish uchun qanday savollar berish kerak? Mahsulot va xizmat taqdimoti texnikasi, sotish qo'rquvini yengib o'tish va natijada nima olasiz? Mijozni sotuv varonkasidan to'g'ri olib borishni va istalgan mahsulot yoki xizmatni to'g'ri taqdimot qilishni o'rganasiz. Qaranglar. Mijoz bilan birinchi suhbat dedim boya, telefon qilish. Ko'p sotuvchilarning xatosi. Telefon qiladi, ertaga men bu vaqtda qilaymi? Xo'p, все, unutadi. Odamning ishi ko'p. Siz uni yodida qolishingiz kerak, u eslab turishi kerak, unga eslatib turishingiz kerak o'zingizni. Endi aloqa o'rnatish. Aloqa o'rnatishga nima kiradi? Inson dalshi siz bilan Telegramda prezentatsiyani yuborib qo'ydim. Yordamchi videoni yuborib qo'ydim. Palonchi aka, palonchi opa, bitta ko'rib chiqing. Ko'rib chiqqandan keyin 2 soatdan keyin nima qarorga keldingiz-da? To есть dajim deyiladi. Уже hamma narsani tushuntirib, hamma narsani gapirib, xizmatlaringiz, narxlaringiz bilan tanishtirganingizdan keyin siz albatta dajim qilishingiz kerak. Dajim nima? Dajim bu insonlarni oxirgi qarorni qabul qilishga majbur qiladigan triggerlardan foydalanish. Men hali sotuv triggerlarini ham sizlarga o'rgataman, qizlar. Prям ehtiyojlarini aniqlash, shakllantirish 5 minutlik telefondagi suhbatda sразу bo'lib qolmaydi. Mijoz o'ylab ko'radi, u deydi. Unga yashirin ehtiyojlari bor bo'lishi mumkin. Masalan, o'zi bilmagan. Masalan, qanaqadir xizmat olmoqchi, xizmatga qo'shib yana nimadir kerak. Aslida unga, lekin u o'zi bilmaydi. O'zi odamlar o'ziga nima kerakligini ko'pincha o'zi bilavermaydi. O'shandaqa joylarda siz unga tushuntirib berishingiz kerak. Mana xizmatlarimiz bor, mana bor deb aytishingiz kerak. Shunaqa joylarda prям to'g'ri dajim qilishni, to'g'ri aloqa o'rnatishni, qo'rquvni yengishni o'rgataman. Yana bitta narsa. Birinchi 100 ta yo'q javobini olmasdan turib, rad etishni eshitmasdan turib, super sotuvchi bo'la olmaysiz. Shunchalik bezbet bo'lishingiz kerakki, 100 ta odam yo'q, xayr, qiziqmas desa, 101-siga assalomu alaykum deb telefon qila olishingiz kerak. Siz shunchalik bezbet bo'lishingiz kerak. Chunki insonlarga bilasizmi nima kerak? Insonlarga to'xtamaydigan, mana insonlarning og'rig'ini ochib, uni yana mana og'riqlar bor deb ko'rsatib, olib borganingizda ular prям sizni sevadi. Ular prям sizdan sotib olish xohlaydi. Chunki insonlar o'ziga to'liq yechim beradigan insonlarni qidiradi. Tushunarli, bu modul tushunarli. Uchinchi modul sotuvlarni kuchaytirish. Bonus dars. Mijozni xatti-harakatlariga ta'sir o'tkazishni maxfiy texnikalari, kuchli offer, kuchli taklif berish, rad etib bo'lmaydigan taklif yaratish, shaxsiy savdolarda mijozni e'tirozlari bilan ishlash skriptlari, bitimni yakunlashga o'tish, imzolash, kontrakt imzolash, oddiy tilda gapiring. Mavjud bazadan foydalanib ko'proq savdo qilish. Ko'pincha biz bilmaymiz. Bizda eski mijozlar bor, ularga sotish 7 barobar arzonga tushadi. Lekin biz yangisini deymiz. Balkim eskisiga ko'proq sotish kerakdir. Shuni ham o'rgataman. Rad etilgan mijozlar bazasi bilan ishlash, sotib olishni istamaganlarga qanday sotish mumkin? Ketdi. Sotuvlarni kuchaytirishga nima kiradi? Deylik, korxonaning obroti 100 million. 400 million qilish kerak. Biz yangi marketing fishkalari joriy qilishimiz mumkin, yangi varonka qilishimiz mumkin, to'g'ri. Lekin 100 milliongacha olib kelgan natijalar ham yomon emas va 100 million ichida
400 millionga olib boradigan mijozlarni o'sha bazasi bo'ladi. Lekin ko'pchilik eski mijozlarni sevdirib uzoq muddat ishlash haqida ko'proq o'ylang, yangisini tortib olgancha. Eski mijozlarga upselllar qilishni o'ylang, ya'ni qo'shimcha mahsulotlar sotishni o'ylang. Bularni hammasini o'rgataman, chunki men o'zim ko'pincha sotuv varonkasi asosida qo'shimcha optim demay kompleksni sotaman. Ya'ni masalan marketing kerak desa, sotuv boshqa xizmatlarni. No, to'g'ri, fokus bitta narsada bo'lish kerak deymiz. Lekin agar sizni kompaniyangiz, sizni korxonangiz ko'proq xizmatlar, mahsulotlarga ega bo'lsa, nega yo'q? Buni o'rganishingiz kerak. Keyingisi, siz har xil bazalar bilan ishlashni o'rganasiz. Холодный baza, теплый baza, issiq bazalar bilan ishlab, hamma istalgan insonlarga sotishni o'rganasiz. Siz nafaqat mijozlar emas shunchaki, balki sizdan rozi bo'lgan do'stlar, hamkorlar, networking yaratishni o'rganasiz. Ya'ni sizdan rozi bo'lgan bitta mijoz yana 10 ta mijoz olib keladi. Mana shu narsani siz to'g'ri yo'lga qo'yishni o'rganasiz. Mijozlaringizga qanaqadir shunchaki podryadchik emas, shunchaki qadrli do'st bo'lishni o'rganasiz va shu narsani bilan o'rganasiz. Ba'zi bir sabablarga ko'ra lokatsiyani biroz o'zgartirdik va davom etamiz. Xullas, qaranglar, ko'p korxonalarda o'sha qilingan mijozlar bazasi bor, umumiylashtirilgan, bazaga kiritilgan. Shunchaki ba'zi joylarda bu mijozlar bilan gaplashadigan, bu mijozlarga qo'shimcha xizmatlarni taklif qiladigan, aynan shu mijozlar bilan yanada ko'p mehr berib, yanada ko'p xizmatlarni taklif qiladigan sotuv menejerlari, kadrlar yetishmaydi. Aynan shu muammoni hal qilish uchun sotuv menejerlari dajim, upsell degan narsalar bor, qo'shimcha xizmatlar degan narsalar bor. Shu narsalarni kiritib, ularga qayta aloqaga chiqib, muammolarini yanada chuqur o'rganib sotsangiz, eski mijozlarga sotish yangi mijozlarga sotishdan 7 barobar ham arzonga tushadi. Lead narxi nuqtai nazaridan вообще tekin 7 barobar osonroq bo'ladi. Qanaqa? Yangini hali o'rgatib, hali o'zingizga ko'niktirib, hali zo'rligingizga ishontirishga qaysidir etaplarni bosib o'tishingiz kerak, qaysidir bosqichlarni. Eski mijozlar bilan ishlaganingizda sizda o'sha insonlar bilan insonlarni sizga prям ko'nikishi, bir-biri bilan moslashib ketish ehtimoli u bosqichdan o'tilgan bo'ladi. Shuncha osonroq bo'ladi. Va buni natijasida siz har xil bazalar bilan ishlab, istalgan bazaga issiqqa yana ham ko'proq sotishni, iliqni isitishni, sovuqni isitishni, ya'ni men kuldiraman-da, bu issiq sovuq modeli deyman. Ya'ni sovuq mijozlarni isitasiz, issiqlarni yana ham issiq qilasiz, ko'proq sotasiz. Polностью mijozingizni sovuq, iliq, issiqligiga qarab, bazasiga qarab to'g'ri podxod qilishni, to'g'ri offer berishni, to'g'ri yondashib, to'g'ri переговор olib borib, qo'shimcha xizmatlar kerak bo'lsa taklif qilib, yanada biznesingizdagi yoki qaysidir korxonada ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha korxonani biznesidagi oborotni ko'paytirishni o'rganasiz. To'rtinchisi savdo tizimi, CRM vazifalari va unda ishlash qoidalari. Ya'ni har oyda qandaydir sotuv rejasi qo'yiladi. Optimistik sotuv rejasi, realistik va pessimistik. Optimistik bu tam eng maksimalniy, masalan, nechadir milliard qo'yishingiz mumkin. Realistik bu hozirgi sotuvlaringizdan 3 barobar ko'proq qo'yishingiz mumkin. 2 barobar ko'proq qo'yishingiz mumkin. Pessimistik bu hozirgi sotuv. Ya'ni eng minimalniy, o'ldim deganda deydi-ku, prям minimalniy imkoniyatlar bilan qilinadigan minimal natija. Sotuv rejasini qo'yganda qancha mijoz kerak, qancha summada nimani sotishimiz kerak, shunga qarab sotuv rejasi qo'yiladi. Shularning hammasi bilan birga ishlaniladi. Keyingisi masofaviy ishlash uchun vaqtni boshqarish. Ko'pchilik, masalan, qaranglar, viloyatlarda kam oylik to'lanadi. Deylik, shunaqa o'ylaymiz, lekin o'zi ham shunaqa. Mana Toshkentda ishchi kuchi narxi qimmat. Siz nima qilsangiz bo'ladi? Surxondaryo, Andijon, Navoiy yoki Buxoroda yashayapsiz, sizni qoniqtirmayapti o'zingizni o'sha kompaniyangizni rahbarini anaqa berayotgan oyligi. Endi Toshkentda juda ham hozir men shuni ham urfga olib kirmoqchiman. O'zi shu narsaga kelyapti tadbirkorlar onlayn sotuv bo'limi qilish. Ya'ni hamma tadbirkorlar ham shtat olib, ofis snimat qilib, kelib ishlatish невыгодно. Ya'ni ofis ol, расход qil,
Shuning uchun ba'zi shustri tadbirkorlar nima qilyapti, masofadan turib ishlaysan deyapti. Psixologlar, ekspertlar bir nechtasi o'sha shu yo'lga o'tgan. Nima qiladi? Masofadan turib ishlaydigan qizlarni oladi. Hamma viloyatdan deylik 20 ta kadr bor. Ularni tepasiga bitta sotuv bo'limi rahbari qo'yadi. Har kuni ertalab 9 dan 9gacha, 9 dan tam 7 gacha, 19 gacha ish davom etadi. Lekin bu kimga to'g'ri keladi? Masalan, siz shunchaki uyingizni ishi bilan qo'shimcha zakaz ola olmaysiz. Bu yerda konkretni ishlash kerak, mas'uliyat bilan. Lekin viloyatingizga qaraganda, borib kuni bilan ishlab olib keladigan 2 million, 3 million, 5 millioningizga qaraganda ancha ko'p pul topasiz. Chunki sentralniy qanchalik sentrallashsa shaharlar, shunchalik ulardagi hayot tarzi qimmatligini hisobiga bu ekonomik iqtisodiy nuqtai nazardan buni bilish qiyin emas. Maosh qimmatroq to'lanadi va siz u chekka hududdagi qishloqdan turib ham shaharni agar rus ingliz tilini bilsangiz, вообще dunyoni istalgan nuqtasidagi kompaniya bilan bemalol ishlasangiz bo'ladi. Bemalol sotsangiz bo'ladi. Tushunarli-a? Keyingisi sotuvni kuchaytirish uchun ovozdan to'g'ri foydalanish. 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 Qaysi ovozim eshitgili keldi? Xuddi shunaqa siz ko'rishmayapsizmi mijozingiz bilan? Siz 100% energiyani, e'tiborni, diqqatni, fokusni ovozga berishingiz kerak. Chunki naryoda eshitayotgan odam sizni ovozingizni pozitivniligidan, ishonchingiz balandligini his qilib turib, ko'proq sotib olish xohlashi kerak. Five'da ishlaganman-da bir paytlar o'rtoqlar telejurnalistika bo'lganman. Biz Germaniyadan kelib, trenerlar dars o'tardi. Ovozni pardalari, keyin yong'oq olib mashqlar qilganmiz biz ham. Tezaytish qilganmiz. Sof o'zbek tilida gapirishda, urg'u berib gapirish. Gimnaziyada o'qiganman, o'rgatilgan bular. Prямо sizlarga o'rgataman. Ovozingizni aslida ayolning ovozini 300 xil nolasi bo'ladi. Siz yumshoq gapirishingiz mumkin. Dadil gapirishingiz mumkin. Mehr bilan gapirishingiz mumkin. Xuddi shunaqa ovozingizni tonalnosti qanaqa narigi tomondagi maqsadingizga erishmoqchisiz. U inson sizni eslab qolishini xohlaysizmi, sotib olishini xohlaysizmi, ishonishini xohlaysizmi? Qanaqa qilib ovozingizni regulirovka qilish orqali ularni esida qolish mumkin va sotuv qilish mumkin. Shu narsani men sizlarga o'rgataman. Tushunarli-a? Keyingisi. Ish uchun mijozlarni qidirish. Qaranglar. Men sizlarga shunaqa zo'r imkoniyatlar beraman. Vot balkim bu shkolani shunchaki menejer bo'laman degan emas, freelancerda umuman sotuv sohasidagi boshqa insonlar ham sotib olishi mumkin. Ortiqcha ishlarni aniqlash jadvali. Qaranglar va masofaviy ishlash uchun vaqtni boshqarish. Men boya aytdim, sizlar masofadan turib bemalol ishlasanglar bo'ladi. Ham o'zini motivatsiyasi bor qizlarni qanaqa tanlash, qanaqa qilib ularni sizlar qanaqa shunaqa bo'lishinglar mumkin. Baribir nimadandir erishishinglar uchun nimadandir ketishinglar kerak. Agar sizning vaqtingiz masalan 1 soatda siz 1 million, 2 million topa olsangiz, xatabi bo'pti, bir kunda 1 million, 2 million topa olsangiz, 100 mingga uborkachini chaqirib uborka qildirganingiz yaxshi-yu, to'g'rimi? Siz vaqtingizni arzon ishlarni qilmasdan qimmatroq qiymatlashni, ko'proq pul topishni o'sha 1 soat ichida o'rganasiz va boshqalarga delegировать qilishni o'rganasiz. Ortiqcha ishlarni aniqlash. Nima uchun shu paytgacha natija sizda yo'q bo'lishi mumkin? Chunki qaranglar, biz o'zimiz qilishimizdan kerak bo'lgandan tashqari keraksiz ishlarni qilganimizda biz orqaga ketamiz. Shuning uchun ortiqcha ishlarni aniqlash. Mana deylik siz bugun 100 ta insonga qo'ng'iroq, mayli 100 ta emas, 50 taga 100 nima degan 100 deyapman. U yerda ko'tarmaganlari, boshqalari bor. 50 ta insonga qo'ng'iroq qilib gaplashingiz kerak. 50 ta insonni har bittasi 10 minut, 5 minutdan bo'lsa, tam 8-9 soat degani. Lekin siz o'sha narsani effektivni, samarali qilish uchun siz vaqtingizni oladigan ikkinchi darajali ishlarni qilmasligingiz kerak. Buni qanaqa qilib aniqlash mumkin? Qanaqa qilib shuni to'g'ri time management qilish mumkin? Shularni o'rganasizlar. Keyin checklist beraman. Ovoz uchun mashqlar. U chiroyli unlilarni taklif qilish, urg'u berib gapirishda bularning hammasini mashqlari bor. Hammasini beraman. Har bir kompaniyada zarur bo'lgan yangi zamonaviy kasb ko'nikmalarini egallash narxi qancha? Sodda tilda gapiraman. Bu
Sizga qarang, men ishonch bilan ayta olaman, bu soha xoh onlayn shopingiz bo'lsin, xoh tam tort soting, xoh xizmatingizni soting, frilanser bo'ling, har biringlar sotuvchi bo'lishingiz kerak. Mayli qaysidir korxonaga ishlaysizlar, mayli o'zingizlar uchun ishlaysizlar, mayli qaysidir ish izlayotgan bo'lsanglar, zo'r tadbirkor bilan ishlaysizlar, sotuvchi bo'lishingiz shart va bu bilimlar sizga cheksiz millionlarni olib keladi. Va nima imkoniyatlarimiz bor bu maktabimizda? Har bir kompaniyada zarur bo'lgan yangi zamonaviy kasbni egallash haqidagi chuqur bir oylik onlayn o'qish, 20 sotuvga, onlayn offlayn sotuvlarga, aytgan ichida marketing ham bo'ladi, psixologiyaga oid 25 ta professional qaymoq go'shtli dars. Haqiqiy loyihada amaliyot qilish imkoni, praktika. Qizlar, men sizlarga ishonch bilan aytaman, ko'p maktablarda praktika yo'q. Manada hech kimni qadrsizlamoqchi emasman, lekin bizning maktabchalik praktika hech qaysi joyda yo'q. Men buni milliard% ishonch bilan ayta olaman. Chunki men sizlarga kelganingizdan bizda 100 xil proyekt bor-da. Xohlasanglar o'zingizlarning biznesingizlar bilan kelinglar. To есть, masalan, bo'lishi mumkin siz o'zingiz tort sotasiz yoki o'zingiz kiyim tikasiz yoki o'zingiz bilmadim tam frilansersiz. Siz o'zingizni xizmatlaringizni to'g'ri sotishni o'rganish uchun keldingiz. Yaxshi, bu ham zo'r, lekin bo'lishi mumkin siz qaysidir hozir korxonaga ishlamoqchisiz va bu yo'nalishda mana qurilishda ishlamoqchisiz deylik, yoki psixologlar bilan ishlamoqchisiz va sizga praktika kerak. Chunki praktikasiz hech kim sizni ishga olmaydi yaxshi oylikka. Hech kim o'zini biznesi bilan risk qilishni xohlamaydi. Mana hozir 8 ta yo'nalishim bor. Men o'zimni loyihalarimni beraman. 8 ta yo'nalishga bittadan qiz qo'ymayman, 4 tadan qiz qo'yaman. O'sha 36 ta qiz yo'q degani. O'zingizlarning loyihanglar bilan bir qizda 30 ta qiz kelsa, yana 30 ta qiz bemalol bizda masalan hamkorlarimiz bor. Men zo'r o'qisanglar, uyga vazifalarni vaqtida qilsanglar, prям umnichka bo'lsanglar, men sizlarni tavsiyanoma berib, o'z meni ismimni o'zi bozorda muhim ahamiyat kasb etadi. Men tavsiya qilgan qizlarni ishga olishadi o'rtoqlar. Men bu qiz zo'r, palonchi aka, palonchi opa, oling shu qizni ishga desam, siz ishga olinasiz. Lekin hammani emas, yana bir marta qaytaraman, zo'r vazifalarni bajarganlarni, zo'r imtihonlarni topshirgan, konkretni o'zini ustida bir oy zo'r ishlagan qizlar. Bu imkoniyat uncha emas, hech qaysi maktabda yo'q. Men sizlarga shu imkoniyatni beraman. 3-darsdan boshlab telefon qilasizlar, skript yozasizlar, odamlar bilan kommunikatsiya o'rnatasizlar, o'zingizlarning guruhinglarni yaratasizlar, o'zingizlarning produktinglar bo'lsa, prям poshagovo hammasini qilamiz. Keyingisi, har qanday vaziyatda bilimlarni yangilash uchun barcha materiallarga cheksiz muddatga kirish imkoniyati. O'zbek bozorida yagona bizda shunaqa imkoniyat bor. Shunaqa imkoniyat berish kerakki, 2 oyda qaranglar, dars payti etakman, ganyat qilaman, kuratorlarimiz bor, zo'r o'rganasizlar. Lekin bo'lishi mumkin 2 oydan keyin xuddi meni qaysidir aytgan gapim yana sog'inib qolishingiz mumkin meni. Yana qanaqadir bitta darslarni nima deydi, obnovlение yangilab borib, yaxshilab eshitginglar kelishi mumkin. Shunaqa paytlarda yana bir yangilab bilmanglarni ko'proq pul topishinglar uchun men bir umrlik dostуп beraman sizlarga. Telegramda yopiq guruhimiz bo'ladi, o'zingizlarning maxsus kabinetinglar bo'ladi botda. Dars ko'rganingizdan keyin keyingisiga o'tasizlar. Bir umrlik dostуп bo'ladi. Bu hech qaysi maktabda yo'q. Har qanday vaqtda buni aytdim. Har bir uy vazifasi uchun kuratorlardan tekshiruv va odziv. Qaranglar. Sizlar realni omadlisizlar. Sababini tushuntirib beraman. Qaranglar. Men hozir bilan boricha aytaman. Birinchi potok bo'lgani uchun bu potokdagi где-то qaranglar, sotuvlar qirolichasi ko'p bo'lgan, lekin imенно menejerskiy, professionalniy maktab bu birinchisi va eng har doim ko'p mehr, ko'p e'tibor birinchiga bo'ladi. To'g'ri, ikkinchida более такой opit bo'lishi mumkin, lekin men boshqa soha, o'sha sotuvlar qirolichasidagi opitim bo'tda bo'lgani uchun men sizga juda ham zo'r narsalarni tayyorlaganman. Lekin bitta omadiy tarafinglar, sizlarni kuratoringlar, mana shu potokda menman. Keyingi potokda hech qachon men kurator bo'lmayman. Kurator degan men 24 ga 7 savolingizga javob beraman emas. Yo'q.
siz prosta gruppaga tashlagan narsalaringizni men ham kurator bo'laman, boshqa kuratorlar ham tekshiradi degan. Keyingi potoklarda men umuman kurator bo'lmayman. Faqat efir o'taman, dars beraman. Bu potokda shaxsan kuratorlar gruppasi bor, ular davashkalarni, savollarni tashiydi, biz tekshiramiz. Mana shu potokni zo'r bitirgan, masalan, bo'ladi, qaysidir qiz odamlar bilan ishlasa maza qiladi. To'g'ri, sotuvchilikda asosan pul, lekin ba'zilar bor, ham yaxshi ko'radi odamlar bilan ishlashni-da, o'quvchilari bo'lishini, tekshirishni va men eng super kuratorlar jamoasini yig'moqchiman. Boshqa yo'nalishda уже tayyor, prosta sotuv sohasida opitniy bo'lmasa qiyin. Именно sotgan, praktikadan o'tgan qizlarni keyin kuratorlar jamoamga olib qolaman. Keyingi potoklarda siz bemalol meni komandamda ham sotuvchi, ham kurator bo'lib ishlashingiz mumkin. Ya'ni sotuv kursini kurator bo'lib, chunki bu shkolani hozircha 100 ta, keyin 1000 ta, keyin 10 ming, keyin 100 ming taraf o'quvchi qilish niyatim bor. Kuratorlarga bo'lib beraman, poetapno o'sib boraverasizlar. Va birinchisida kuratorlar men bo'laman, bu fishkalar. Qanchalik sodda bo'lsa, shunchalik tushunarli va natijaviy bo'ladi. Men shu narsani amin bo'ldim. 8 yillik biznesdagi tajribamdan nuqtai nazardan. Sizga Telegram chatinglar bo'ladi. Telegram chatda xohlagancha savollarni bersanglar bo'ladi. Kuratorlar bo'ladi. Men bo'laman. Men sizlarga mehr berib, zo'r o'qitib tarbiyalab olaman-ku. Sizlarni keyinchalik menga keltiradigan foydanglar o'sha komandadagi qizlarni sotuv obyomi hozirgi obyomimdan 100 barobar ko'p bo'ladi. Men bunga ishonchim komil. Shu uchun o'zi bu maktabni ochyapman. Shu birinchi o'rinda o'zimga kadrlar kerak, keyin tadbirkorlarga. Tushundinglarmi? Men sizga sodda maksimalni zamorojka bo'lmasdan platformaga o'tib pochtani parolini eslab, unaqa qilmasdan bot tirs, ko'rasizlar tirs, uyga vazifa tirs, jo'natasizlar. Vso, keyingi etap. Tez natijaga chiqishinglar uchun Telegramda bot qilib beraman. O'sha yerda darslarni ko'rasizlar. Haftada bir marta maktab spikeri Gavhar Sagdullayeva, ya'ni men bilan o'quvchilar guruhida mastermind, savol-javoblar efiri. O'qish plus 2 oylik poddershka. Ya'ni nima kiradi bunga? Siz o'qiysiz 1 oy, yaxshi natija qilasiz, sotishni boshlaysiz, o'sha pul topasiz, lekin savolingiz bo'ladi. Gavharchik o'xshamayapti yoki psixolog, masalan, stressga tushasizlar, yo'q degan javobni eshitasizlar. Masalan, agar sizga volshebная tabletka kerak bo'lsa, lучше kelmanglar. Men sizlarga kosmosga signal yuborib, keyin undan pullar oqishini va'da qilmayman. Konkretni mehnat qilishinglar, konkretni sotuv skriptlarini o'rganib, telefonda gaplashib, insonlar bilan muloqot qilishni o'rganishinglarga to'g'ri keladi va именно shu qobiliyatlarni rivojlantirgandan keyin sizga zo'r imkoniyatlar eshigi ochiladi. Va men ana shu imkoniyatlar bir oyda emas, 3 oyda etapni eng cho'qqisiga chiqishiga o'zim analiz qilib ko'rganman. Shu uchun 1 oy zo'r o'qiysizlar, darslarni o'tasizlar, damashkalarni qilasizlar, do'stib bir umrga qoladi, xohlagan paytinglar ko'rasizlar. Va dars tugagandan keyin 2 oy bemalol gruppada savol-javob qilib, savolinglarni berib, kuratorlar men sizlarga javob berib, sizlarni poddershka qilib turamiz. Shtop sizlar oxirigacha yo'lga tushib ketish. Anaqa do'stib berishga qaror qildim poddershka uchun. Darslarga do'stib bir umrga qoladi. Bu nimaga? Shtop sizlar yana ham effektivni ishlashinglar, samarali ishlashinglar uchun. Kursdoshlar, keyin men bir haftada bir marta prям men bilan savol-javob bo'ladi. Qaranglar, darslarning hammasi zapisda bo'ladi. Xohlasanglar bitta modulni kuni bilan bitta o'tirganda ko'rib chiqadi. Qaranglar, to'g'risi men sizlarga bitta narsa aytay, balkim buni aytishim xatodir. Men shunaqa qilaman, bitta o'tiraman deb bitta modulni polni ko'rib chiqaman. Shu tezroq pul topib, tezroq sotishim uchun. Shunaqa qizlar ham bo'lishi mumkin oranglarda. Bitta modulning darsi masalan bir haftada beriladi, har kuni qo'yib boriladi, lekin o'sha bazada bo'ladi. Lekin prosta bittasini damashkasini qilmasangiz, ikkinchisiga o'tilmaydi xolos. Siz tez ketishingiz ham mumkin, oldinda ketishingiz ham mumkin. Bu o'zingizga bog'liq. Tushundingizmi? Lekin haftada bir marta 4 ta men bilan efir bo'ladi. Shu sizlar savol berasizlar. Gavhar, men bitta qiynalib, men bu biznesmen отказ qildim, men qildim. Har kuni kutib darsdan tashqari men sizlarga amaliy vazifalar berib boraman Tumanloqchida. Prям mazza qilib bir haftada bir kun 5-6 soatlab razborlar qilganman. Balkim 8 soat bo'lishi mumkin. Prям jonli efir bo'ladi. Bunga vaqt qoldirishinglar kerak. Jonli formatda bo'ladi, Zoomda bo'ladi yoki Telegram chatda bo'ladi. Keyin kursdoshlar va fikrdosh kuratorlar bilan fikr almashish, savollar berish imkoni. Qaranglar, o'rtoqlar. Kursdosh,
dugonalar, kuratorlar bu juda ham muhim platforma. Siz oyiga 1 milliard, 100 million, 200 million topmoqchimisiz, sizga shunaqa och ishtahasi karnay qizlar kerak. Ishtahasi karnay окружение. 100 million topmoqchisiz dugonangiz, voy qo'y, u bu qiz, voy haqiqatdan ham nima deysiz-da? No, реально. Balki men Gavhar ruhlantirdi, lekin balkim Gavhar kosmosda yoki Gavhar to'g'ri endi 10 yil ishlagandan keyin men kimman bo'lardim? Yo'q. Bir oyning ichida ham menga yetib olishinglar mumkin. Inshaalloh. Yetib olmasanglar ham mendan o'tib ketinglar, men xursand bo'lib yuray. Ya'nida siz окружениеga juda ham ko'p narsa bog'liq. Chatda tinmaydi, olov bo'ladi. Har doim chatimiz savol yozasizlar, kuratorlar, men javob beramiz, qizlar javob beradi sizlarga, mosh bo'ladi. Ikkinchisi, kompaniyasi tomonidan foydalaniladigan chek-listlar va ko'rsatmalar. Qaranglar, bizning kompaniyamizda chek-list, ko'rsatma, guide narsa tayyor. Men sizlarga o'sha narsalarning hammasini beraman. Qo'llanma qilib ishlatasizlar. Yakuniy loyihani tayyorlash va himoya qilish. Qaranglar, diplomная работа bor, universitetda o'qiganinglarda. Bizning ham universitet formatimiz все профессионально, hammasi professional tarzda. Shu uchun sizlar diplom loyiha olishingiz kerak. Diplom loyiha olishingiz kerak. Birinchi mana 3-darsdan buni beraman. O'zingizlarga mavzu tanlaysizlar. Masalan, bilmayman. Qanaqa misol keltirishim mumkin? Masalan, konditerskiy o'sha biznesingizda sotuvni tam 5x, 3x qilish kurs davomida. Всё. Diplomning har bitta darsda uyga vazifani o'sha diplom ishingizni ichiga tiqib boraverasiz. Oxirida diplomingizni himoya qilasiz. Bu o'zingiz biznesingiz bo'lishi mumkin. Bu praktikaga olgan loyihangiz bo'lishi mumkin. Bu kelajakda ishlamoqchi bo'lgan sohangizni testoviy varianti bo'lishi mumkin. Sertifikat hamma bitirganlarga beriladi, o'rtoqlar. Moyi хорошие, lekin diplom faqatgina diplom ishi qilganlarga beriladi. Hozir maslahat ko'rsataman. Qaranglar, o'rtoqlar. Mana bu Oliy ta'lim vazirligi tomonidan litsenziyaga ega. Litsenziyasi bizga siz uchun eng mana bunday diplomlarni berish imkoniyatini beradi, o'rtoqlar. Bizning haqqimiz bor. Va siz kursni bitirgach, biz cho'tka qilib выпускной qilamiz, o'rtoqlar, qizlarjonlar. Bu maktab bilan birga sotuv avtovaronkalari boshlanadi, chunki avtovaronkalarda juda ham zayavkalar ko'p bu xizmatimizga. Men yanvar oyidan o'sha qizlarni olib qolib, sizlarga proyektlar bo'lib bermoqchiman. Agar bu videoni ko'rsangiz, ko'rgan kuningiz to'liq summani to'lasangiz, sizga avtovaronkalar maktabi, uni asl narxi 3 million 900 ming, avtovaronkalar maktabi to'liq summa to'lagan insonlarga, o'quvchilarimizga sovg'a, bonusga beriladi. To'yist bu imkoniyatni вообще hech kim bermaydi. Siz bitta maktabning narxida ikkita maktabni sotib ola olasiz. Shuning uchun har xilda anaqalar, aksiya, maxsus oferlarimiz. Shuning uchun siz hoziroq bu videoni ko'rib menejerga yozing. Menejerni o'zi sizga bugun nima aksiya, aktualligiga qarab sizga maxsus taklif beradi. Xullas, o'rtoqlar, savolinglarni yozib qoldiringlar, kommentlarda. Men xursand bo'laman. Sotuvda nimada qiynalibsizlar, qayerda qiynalibsizlar, nima cho'kchimi? Keyingi patok, keyingisi qachon unaqa narsalar emas. Keyingi patok qachon bo'lishi noaniq. Balki martdadir, balki aprelda. Lekin hozirgichalik sizlarga ko'p vaqt sarflash imkoniyatim bo'lmay qolishi mumkin. Bu kibr yo boshqadan emas, prosta vaqt reglamentidan. Hozir o'zimga zo'r sotuvchilar kerakligi uchun men sizlarga bor mehrimni sarflayman. Bu patokni qizlari yorishimiz kerak, zo'r bo'lishimiz kerak. Men konkretno sizlarni haqiqiy sotuv yulduzi qilishimga garantiya beraman. Hamma kafolatlar, hamma narsalar, hamma imkoniyatlarni Telegram menejerdan so'rab bemalol bo'lsangiz bo'ladi. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Maktabimda sizlarni kutib qolaman. Sizlar dunyodagi eng yaxshi insonsizlar. Har biringlarni sotuvlar sohasini o'rganib, sotuv yulduzi bo'lishinglarni, sotuv qirolichasi bo'lishinglarni tilab qolaman. Paka-paka.